Bugun avtoulovingiz halokatga uchradi. Bugun uyingizda yong'in bo'ldi. Bir kiyimingiz yirtilib ketdi. Bir ishingizga musibat keldi. Bir xonadoningizga balo keldi. Siz uchun u balo. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima deydi bizga? Siz uchun yaxshi bo'lgan narsalar aslida yomon. Siz uchun yomon bo'lgan narsalar aslida yaxshi bo'lishligi mumkin. Ustozlarimiz biz musibatga qoldik deb orqalaridan yugursak, bizni boshimizga mana shunday kulfatlar, dunyoda mana shunday musibatlar keldi desak, u kishi aytardilar, sizlarni boshlaringizga baxt qushi qo'nibdi-ku, bu baxt qushi har kimni ham boshiga qo'nmaydi derdilar. Bugun boshingizga musibat kelganlar boshiga baxt qushi qo'ngan insonlar. Chunki Alloh Qur'onda aytadi: "Fa inna ma'al usri yusra." Har bir qiyinchilikdan keyin yengillik bordir. Avtoulov halokatga uchragan bo'lsa, birodar, bir temir. Uyingizga bir musibat tushgan bo'lsa, birodar, u o'tadi. Alloh taolo qiyomatda sizga yaxshilik beradi. Bir narsangiz, mulkingiz, mol-u davlatingizga talofot yetgan bo'lsa, birodar, ozgina oldinroq o'sha mulk, o'sha ulov, o'sha xonadon, o'sha mol-u davlat yo'q edi-ku. Alloh berdi. Demak, talofot yetgan bo'lsa, bundan yaxshisini beradi. Shuning uchun kuyunmang, shuning uchun og'rinmang, shuning uchun Allohga tavakkal qiling. Bir temir ekan, bir dunyoviy matoh ekan, bilingki, buning egasi sizga Alloh nasib qildi, bundan ziyodasini nasib qiladi. Alloh taolo musibat egalarining musibatlarini oson va imkoniyatlarini Alloh ziyoda, yaxshiliklarni Alloh taolo bepoyon bo'lmog'ini Robbim nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.